Ha azizlar, bu hayotda hammaning o'ziga yarasha armonlari bor. Meni armonlarimdan biri maktabni bitirgandan so'ng student bo'laman. Kontraktga bo'lsa ham o'qib, mazza qilib talaba bo'laman degan armon bor edi. 3 yil ketma-ket harakat qildim, o'xshamadi. Lekin hozirgi kunga kelib o'zga davlatda 4 yil o'sha byudjetli o'qishni o'ylab, eshitib hozir hayron qoldim va bu narsani sizlarga srochni yetkazishni xohladim. Qolaversa, tasavvur qilasizlarmi, arzimagan pulga yotoqxona. Boshqa davlatda yana. Qolganini esa sizlarga podrobniy mana shu akamiz tushuntirib beradi. Qani menga tushuntirganday tushuntirib bering aka. Xullas Odilxon qarang, Rossiya territoriyasidagi barcha nufuzli davlat universitetlari, top 1000 talik reytingda turadigan universitetlarda shunaqa sharoitlar borki, siz 4 yil bepul ta'lim olish imkoniyatini qo'lga kiritishingiz mumkin. Bu bir. Rossiya territoriyasida qaysi shaharda o'qiyotgan bo'lsangiz, o'sha joyda sizga arzimagan pulga yotoqxona qilib beradi. Hujjat tomonlamachilik deydigan bo'lsangiz, universitet sizni o'rningizdan hamma hujjatlaringiz xullas O'zbekistonda qanday yashayotgan bo'lsangiz, xuddi shunaqa Rossiya territoriyasida yashash imkoniyatlari bor. Bepul ta'lim olish u o'z yo'liga, lekin yashash bu boshqacha. Qarang, meni qiziqtirgan asosiy savol bor-da. Qachondir O'zbekistonga qaytib turib, o'qishni o'zim yurtimda davom ettiraman deydigan bo'lsam-chi. Bemalol 2-3 kursdan siz O'zbekistonga biz orqali bunda ham yordam beramiz. O'zbekistonga perevod olishda ham davlat universitetidan davlat universitetiga perevod olishda ham yordam beramiz. Biz 8 yildan beri Rossiya territoriyasida shu xizmat ustida ish faoliyatimizni olib boryapmiz. Undan tashqari eng shokolad joy bu Rossiyada yashayotganlar biladi. O'qishga, shunday davlat universitetiga o'qishga kirdim degandan RVPni qo'lga kiritish mumkin. Xohlaganimcha xuddi grajdanstvadek yashash imkoniyatiga egaman va hujjatda hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Muammo yo'q. Siz o'z biznesingizni Rossiya territoriyasida paka ochib turishingiz mumkin. Mashina olgingiz kelsa, mashinani o'z nomingizga qo'yishingiz mumkin. Xullas, aytayapman-ku, O'zbekistonda qanday bo'lsa, xuddi shunday yashab yurish imkoniyati bor. O'rtoqlar, Sankt-Peterburgda, Moskvada, Toshkentda ofislar bor. Xullas, kommentariyada pastda belgilab qo'yaman. Telefon nomerlariga bemalol qo'ng'iroq qilib, yana o'zimizni qiziqtirgan savollarga javob olishimiz mumkin. Vaqtimizda shunchaki ishda emas, ishda ham davom ettiraylik. O'qishda ham davom ettiring. Nima dedingiz? Gap yo'q. Bo'lsa bo'lsin, xalqimizga bo'lsin.